Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilmurod Tuz YouTube kanalining obunachilari. Akalar, ukalar, biz bugun Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan Xoldonbek jo'ja mol bozoriga yetib keldik. Dilmurod Tuz. Akalar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha bu yerda sizlarga ko'chat novvoslarimizni narxlarini yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Akalarimiz dehqonlar bo'lsa nomerlarni olib berishga harakat qilamiz. Optimchi akalarimiz ham nomerlarni chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Hafta kuniga seshanba 29-aprel 2025-yilda xudo xolasa sizlar bilan g'oyibona suhbatlashib turibmiz. Xo'p, akalar, videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lgan akalarimizni, ukalarimizni molxonalari molga to'lib, qo'yxonalari qo'yga to'lib ketsin akalar. Cho'ntaklari pulga to'lib ketsin. Xudo xolasa biz videolarimizni boshlab oldik. Qo'ldan kelgancha sizlarga bo'ylarini, narxlarini yetkazib o'tishga harakat qilamiz akalar. Xo'p, hurmatli obunachilar, optimchi akalarimizdan xudo xolasa 6 dona novvoslar qopti. Bo'ylarini 1 metrdan 1.5, 1.10 ga davr oladigan ko'chat novvoslarimiz. Aka, qanaqa pechat bu? Fermaniga xudo xolasa. Qirg'iziston shvet emas lekin. Xo'p, akalar, pechatlar Fermaniki, Qirg'iziston emas. Xo'p, mana shu chovi qanday? Addenni bo'ladimi? Bular kattaroq ekan, pullari qanaqa? Uchovi 13,5 dan kami bu. 13,5 milliondan hurmatli obunachilar, uchovi 1 metrga olasizlar. Mana orqa tomonlari. Xo'p. Kenglarchi uchovi. Uchovi 14 dan ekan. 14 milliondan xudo xolasa. Bular 1 metrda tepasiga oladigan novvoslarimiz 14 million kami bor. Qayerdan keldinglar? Qayer? Chekazaqum. Ha, Chekazaqum akalar. Xo'p. Akalarimizni manzillarini eshitdinglar, xudo xolasa. Nomerlarni olib beramiz. Boyka addenim. Boyka boshqa ekan. Yebishlari qanaqa, yaxshimi? Olgan odamga garantiya berasizlar, sinovlari bor, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, o pechatlari firmaniki ekan. Xo'p, nomerlar qo'yib berasizmi qiziqqanlar? Ayting. 93 kodi bilan 700 1133 nomerlarga akalar. Orqa tomonlari mana korobkalarni ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tyapmiz. Xo'p, yebishlariga javob deyapti. Dastavkalari bo'lib qoladimi uzoqroqdan? Xo'p, mayli akalar. Akalarimizda mashinalar bor ekan, kelishilgan holatda dastavkalari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, ko'chat novvoslarimiz bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mayli aka, savdoingiz bersin. Xo'p. Voh. Sotildimi aka? Qanchaga? 12 million 700 buqachamiz. Buqa ekani 12 million 700. Xo'p, biz davom etamiz akalar. Qo'ldan kelgancha dehqonlardan olishga harakat qilamiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Kimdan ekan bular? Dilmurod Tuz. Xo'p, o'zimiz obunachilarimiz, xudo xolasa, salom aytyapti. Kimniki bular? Ha, sizdanmi? Nechta? 4 ta. 20 ta edi, mana shu 4 dona. Ha, akalarimizdan 20 dona bor ekan. 12 milliondan, ha? Ozmoz, xudo xolasa, kami bor. Yosh. Xo'p, akalar, akam desanglar, xudo xolasa, yo'lida qilib beradi akalarimiz. Yoshlari qanaqa buni? Yoshlari 10 oyga borgan. 10 oyga borib bormagan akalarimiz. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, chiroyli qilib muomalada bo'lsanglar, akalarimiz yo'lida qilib o'tkazib berishadi. Dastavkalar bo'lib qoladimi aka? Dastavkalar bo'lib qoladimi aka uzoqroqdan? Dastavkalar bo'lib qoladimi? Dastavka nuqta arqon hamma yo'q ichida bo'ladi. Ha, nuqta arqon hamma yo'q ichida bo'ladi. O'ting. Nomerlarni aytib bering. Hozir 33 kodi bilan 246 92 96 nomerlarga akalar qiziqqanlar mana telefon qilamiz. Ko'chat novvoslar 1 metrga plus olaveradigan novvoslarimiz. Xo'p. Biz davom etamiz, xudo xolasa. Yur. Hormat tog'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qanchadan ekan bularingiz?
Hurmatli obunachilar, kelasiga 12,5 kami bor. Bunisi 12 million kami bor ekan. Xo'p, biz hozir yo'ldamiz. Xudo neudobniy bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Necha yosh bular? Yoshlari, oylari qanchada? Yo'q, bilmadim uni. Ha, xabaringiz yo'q, ha? Xo'p. Hurmatli obunachilar, biz sal kattaroq tomonga, ko'chatni ovozlar tomonga o'tdik. Xudo xolasa, narxlarni, bo'ylarini o'lchab, sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Qani bismillah deb. 1.10 ga chiqadigan, 1.10 balandlikda xudo xolasa mana. Qirg'iziston shved ekan. Akalar, pechati bor. Oq tumshuq, oq qulog'idan ekan. Shved novvoslarimiz akalar. Xo'p, puli qanaqadan buni, tog'a? 16 million savdosi bo'lyapti ekan. Xudo xolasa mana akalar. 16 million savdosi bo'lyapti. Siz qancha aytyapsiz? 19 million. Ozmos qopda xudo xolasa. Ozmos qopda xudo xolasa. Dehqonchilikmi qanaqa bu? Tirikchiligi. Xo'p, mayli, savdoyingiz bersin. Hormaylar bolalar, charchamayapsizlarmi? Shvedlarimiz qanchadan? Ha, savdo qilyapti. 16,5 dan, 16,5. Xo'p, bu qanaqa sort bu? Shaqi yo'g'idan xolossa. Xo'p, to'qqol ekan. Hurmatli obunachilar, buni ko'ryapsizlar. Tumshug'i bunisiniki, tumshug'i oqidan. Xo'p. Qirg'izistondan tushgan mollarimiz, hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.15 ga olarasizlar. Xo'p, pulini qancha dedingiz? 16,5 dan savdosi bo'ldimi? Hali savdo qilishmadi. 15 million xudo xolasa akalar. 15 milliondan savdosi bo'lyapti ekan. O'sha tulash arapasidagi akalar. Xo'p, yemlasa sal jinda bor ekan, ozmoz yetalasanglar, xudo xolasa yemlashga kuzga borib chiroyli qilib yemlasa bo'ladigan novvoslarimiz. Xo'p, dehqonchilikmi qanaqa bo'ladi? Tirikchiligi. Nomerlar qo'yib berasizlarmi aka? Nomerlar qo'yib berasizlarmi? 50 kodi bilan. 870 0660 0666 nomerlarga akalar. Qiziqqanlar mana. Qayerdan keldinglar? Andijon soydan kelib akalarimiz. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Orqa tomon korobkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, qiziqqanlarga nomerlar qo'yib qo'ydik. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Shvetimiz nech pul bu? Qancha aytyapsiz? 16 kami bor. 16 million. Hurmatli obunachilar, tulashga kelib qopti, 16 million kami bor. Yana ozmoz yetilasanglar, xudo xolasa kuzga borib yemlaydigan novvos bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, savdo bo'ldimi? Savdo ham bo'lyapti. Qancha berdi? Eng 14 million, ha? Eng balandi 14 million savdosi bu. Mollar tushib ketdi-yu, obunachilar. Shu sal narxlar pasayyapti. Xo'p. Tumshuqlari o'zi rangi oq ekanda buni ayta olmaymiz. Quloq oqidan shved parodalar, xudo xolasa. Dehqonchilikmi qanaqa? Tirikchiligi. Mayli, savdoyingiz bersin. Hormaymizlar. Charchamayapsizmi? Qanaqa paroda bularingiz? Qirg'iziston paroda. Akalar mana. Qirg'izistondan tushgan. Aniqmi bu? Aniq. Hali pechatni ancha-muncha o'xshatib ham qo'yishyapti-da, lekin aniqi Qirg'izistondan tushgan shved buqalarimiz. Bo'ylarini 1.10 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Tumshuqlari endi o'zi peshanalari oq ekan, rangini ayta olmaymiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, bo'ylari 1.10 tepasi. Pullari qanaqa? 42 million 600 qilsa. 42 million, 3 og'usiga 42 million 600 narx berilyapti ekan mana. Orqa tomondan, teparoqdan ham 42 million 600 narx berilyapti ekan, hurmatli obunachilar. Sizlar qancha aytyapsizlar? Sizlar qancha aytyapsizlar? 45 deyapmiz. 45. 45 million 3 oyga. Yakka olgangachi qanaqa? Yakka olganda 15 15 dan. 15 a 15 milliondan xudo xolasa akalar. Yakka olaman deganlarga 15 milliondan narxi. Xo'p, dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchiligiga nomerlar qo'yib berasizmi qiziqqanlarga? 93lik 93 kodi bilan. 356 356 69 64. 69 64 69 64 nomerlarga akalar mana. Qiziqqanlar nomerlarni qo'ydik. Bo'ylari 1.10 tepasi. Pullarini eshitdinglar. Yakka holatiga 15 milliondan juk holatiga pullarini eshitdinglar, xudo xolasa. Bu ham tulashga kelib qo'yam. Kuzga do yetalasanglar, xudo xolasa, zo'r yemlaydigan novvoslar bo'ladi akalar. Xo'p. Biz davom etamiz. Hormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bitta o'zimi? Bitta o'zimi? Xo'p.
Do'stlar, navbatdagi novvosimiz rangi qorasidan oq tumshuq. Oqi sal oqroq ekan, hurmatli obunachilar. Shved bukamiz, xudo xolasa mana. Bo'ylari, mayda savdo qilyapmiz. bo'ylarini o'lchab beramiz qo'ldan kelgancha. 16 million qancham beradi? Xo'p, bo'ylari biri 12, biri 10 ga olaveradigan bo'ylari bor ekan akalar. Toshlarini ko'rsatib o'tamiz, oyoqlari. Xo'p, pullari qanaqa bunaki? 18 kami bor. 18 million akalar, 18 million kami bor. Savdosi bo'ldimi? 16 million 200 savdosi bo'pti akalar. Rangi qorasidan qashqa ekan. Xo'p, dehqonchilikmi qanaqa bu? Tirikchiligi savdoyingiz bersin aka. O'tib olaylik tog'a. Aka, sementallar qancha bo'lyapti? Sementalmi ish qilib bu? Ha, xo'p, bo'ldi, tushundim. Smeshinniy ekan akalar, gibrid ekan, shu chachishgan. Dilmurotuz. Xo'p, pullari qanaqadan buni? 20 milliondan. Shunaqa, 20 milliondan xudo xolasa. Bo'ylari biri 10 atrofga chiqadigan gibrid novvoslarimiz akalar. Xo'p, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, mayli aka, savdoyingiz bersin. Rangi qorasidan ekan, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, yoshlari qanaqa bu to'polonchini? 15 oylik ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1.20 ga chiqadi. 1.20 plyusga olaverasizlar. Rangi qorasidan tumshuq. Xo'p, mana bo'yini o'lchab beramiz. Jim turmayapti-da bu. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'ylarini o'lchab beramiz. Necha dedingiz? Ha, 1.22 chiqdi, endi plus minus 1.25 bor ekan. Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.25 ga chiqadigan novvosimiz. Puli qanaqa buni? 20 million, xudo xolasa narx. Ikkitami sizda? 17 dan o'tib bering deyapti. 17 milliondan o'tib bering deb mana akalar, savdosi bo'lyapti ekan, xudo xolasa. 20 milliondan narx aytilyapti ekan. Ikki oy ham bir xil ekan-a? Bo'ylari bir xil. Xo'p, dehqonchilikmi qanaqa bu? Tirikchiligi, mayli aka, savdoyingiz bersin.